so'g'in o'tdi. O 7:30 bo'pti. Qilsam qishloqqa. Qarasam Drago. Terroshga chiq. Это do'stlar ishlashdan deylar. Короче, hamma shommas. Sizlar bilan birga ko'rganlarda ertalabda chiqayotgan ishga qishloqqa ketdikina qo'shni nima qilsin? Bugun qayga davolash bermagan va sohilda foydalanib turdim va o'zimga narsalar yig'yapman. Sohilda izumrudlar ham topib olishim mumkin. Izumrud, yana izumrud. Mayli. Bugun kun juda ham sovuq do'stlar, qanaqadir endi kuz keldi. Opa, qaranglar, уже hamma narsani yig'ishimiz kerak bo'lib qopti-yu. Mayli. Do'stlar, men o'zimga juda ham zo'r ikkita narsa olib qo'yganman. Ularni hozir sizlarga ko'rsataman. Men ularni bir oycha kutdim. Do'stlar, bir oy kutdim. Ularni men juda ham yoqadigan o'yinchoqchalar zakaz qilib qo'ydim. O'yinchoq emas, o'xshaydigan. Steve bilan Creeperning o'yinchog'i. Давайте yerga berib kelamiz. Qilasan. Mana men senga o'zlarimning narsalarimni beraman. Tak, bugungi ish qilmadi do'stlar. Давайте men qachon narsam kelishini ko'ramiz. Oyo, qalasan, qo'shni nimaga meni chaqirding? Короче, biz chaqirganda qilishmadi. Mana darsalarim yo'qolib qoldi. Nima narsa? Durbinim. Asad topib qo'yibman, u yerda hech qayerda yo'q. Sen sandiqlarni orqasini qara, durbin tushib ketgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Fuf, qishloq. Men seni durbiningni topolmadim. Meni Rashida tepada ko'p odamlar narsalar yo'qoldi. Hatto bu yerdagi ham o'ziga qanaqadir narsa zakaz qilib qo'ygan ekan, uni olib kelishdi. Balkim u qo'yib qo'ygan ekan, yo'qolib qolibdi. Qatdan bilasan? O'zi aytib berdi. Xo'p, do'stlar, sizlarga aytmoqchi edim. Xayr, topib olarsam, men sizlarga aytmoqchi edim. Menga o'yinchoqlar keldi. Qaranglar, ular juda ham zo'r. Endi zo'r. Bittasi 5 izumrud ekan. Пока что ular mana shu yerda bo'laversa, men esa aylanib chiqaman. Drago, meni vankada qol, juda ham mazza qilamiz. To'g'ri aytding. Davay, bugun senkida yotib qolaman. Zo'r ularni ketib. Sen o'zingga narsalarni ol, birgalikda o'ynaymiz, pirog pishiramiz. Men уже narsalarni tayyorladim. Xo'p, bo'ldi, ketdim men. Do'stlar, короче, meni u qishloqqa o'ziga mehmonga chaqirdi. Давайте. Tak, Drago yo'q, demak, bugun o'g'irlikka tushsam ham bo'ladi. Qaronki, men hozir uning oqsoqlari, uning ajoylari biznikiroq bo'ladi. Qo'yinglar, men olib qo'yaman. Sen so'g'ib tashladim. Demak, qaytib bormasang kerak. Demak, tezroq. Do'stlar, mani qani bular? Men ketdim dolli. Albatta tashlasam bo'lmaydi. Nega aytmasam, bular haddidan oshib ketyapti. Mani 5 izumrudga olgan o'yinchoqlarim qani? Merda oldiga bormasak, bular haddidan oshyapti do'stlar. Давайте. Mer. Nima bo'ldi? Mer, mani narsalarimni o'g'irlab ketishdi. Voyga o'g'irlashdi shekilli. Ne istaysiz oldimga?
kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin, a? Bilmasam qanaqa rejalashgan kerak. Xo'p, bunda masalan politsiyaga telefon qiling. Xo'p, politsiyaga telefon qilaman, sen boraver. Do'stlar, shunaqa ham bo'ladimi? Qanday qilib eshigim ochiq qolibdi-da kecha. Ну, давайте. Do'stlar, men o'zimga mana shunaqa o'rdak sotib oldim. Endi buni biz test uchun baliq ovlashga boramiz. Qishloqlar qochinglar bolalar. Baliq ovga boramiz. Baliq ovida esa mazza qilamiz. Как раз bugun sezonida albatta baliq ovlab bo'lmas ekan. Qishloqqa sal ashulani pastlab xohlasam mayli, boshqa yerda baliq ovlaymiz. Давайте mana shu yerda ovlaymiz. Mana shu yerda sal musiqa eshitilmayapti. Давайте tashlaymiz. Nima yillashib qoldi bu? Давайте qaraylikchi. Suv sovuqligini qarang. Tushmayman. Balkim nimadir tayda ko'rinyapti. Do'stlar, sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Sandiq, давайте. Hozir men chiqaman. Sandiqni chiqishga давайте. Bu sandiqni kim tashlagan ekan? To'xtanglar, pichoqni sandiqda ochib bo'lmayapti. Ochildi. Do'stlar, buni ichida hamma narsalar ko'p. Buni merga borishim kerak. Men ko'rdingizmi, hamma narsalarini topdim. Xuddi shunday. Buni kim o'g'irlagani mumkin? Men buni bilaman. Men ana shu yerda bir ko'rk narsa ko'rganman. Hozir ana shu qishloqning oldiga boraylikchi. Hozir kelaman. Qishloqqa to'xta, ey. Nima? To'xta deyapman senga. Sen nega hamma narsalarni o'g'irlayapsan? Bo'ldi. Urma, bo'ldi, aytaman. O'g'irlagan birinchi bo'lib tutib ol. Qishloqqa san 1 metr ham yugurmading. To'g'risini ayt. Nega ularni narsalarini o'g'irlayapsan? Yoqib qolyapti. Baribir so'rasam bermaysizlar-ku. Qishloqqa pitirlamay tur. To'xta, seni qamab qolishimiz kerak. Qishloqqa endi o'zingni yeringda o'zing jazoingni olasan. Hammadan so'rashing kerak edi buni olishdan oldin. Balki qo'yib yuborasizlar. Yo'q, уже biz militsiya chaqirdik.